Abu Ayyub al-Ansoriy degan sahobiy Rasululloh Madinaga kelganlarida shu kishini uyiga tushganlar, eshitgansizlar. Shu kishini uylari 2 qavatli ekan. Payg'ambar alayhisalom men pastiga birinchi o'zimiz tilda aytganda birinchi etajiga joylashaman dedilar. Abu Ayyub al-Ansoriy bilan ayollar: "Ey Allohning rasuli, siz pastimizda bo'lib, biz sizni tepangizda yashaymizmi?" deganlarida: "Yo'q, yashavergin, chunki meni oldimga ziyoratchilar keladi. Men chiqishim bor, kirishim bor. Shu meni birinchi etaj qulay" dedilar. Shunda endi u davrlarda unaqa sesmalar qo'yilmagan. Shu xurmoni shoxlarini tashlab, shu loy bosib qo'yilgan xolos endi. Birinchi qavat bilan ikkinchi qavatda o'ttasizlar. Abu Ayyub al-Ansoriy aytadilarki, bir kuni ayolim bilan taom qilayotganimizda shu meni qo'lim tegib ketdimi yo nimadir bo'ldi, ovqat to'kilib ketdi dedilar. Ovqat to'kilib ketganda hech esimdan chiqmaydi. Haligi yerga loyga to'kilganda loydan sizib o'tib Rasulullohga ozor bermaylik. Rasululloh yashayotgan qavatga tommasin deb biz bilan kiyimlarimizni o'sha xuddaligi pollataga o'xshab kiyimlarimiz bilan tez zudlik bilan artganimiz hech esimdan chiqmaydi.